Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Buxoro shahrining markazidan 4 xonali uy izlayapsizmi? Yana pastki qavatdan, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Hozirda ko'rib o'tadigan ushbu uyimiz 5 qavatli g'ishtli uyning ikkinchi qavatida joylashgan bo'lib, 4 ta xona hamda 2 ta sanuzolni tashkil qilgan holatda sotilmoqda. Bu yer oshxonamiz. Oshxonamiz kengina, kattagina bo'lib, bu yerda studiya formatida bo'lgan. Bu yerda dekoratsiya ishlari olib borilgan. Uyimiz minimalizm stilda ta'mirlangan. Hamda bu yerda oshxona mebellari ham mavjud. Gaz plitasi, vытяжка, panoramli oynalar ikkita. Hamda uyimiz duxkonturni isitish tizimi bilan isitiladi. Eshiklarimiz high-tech stildagi eshiklar hamda bu yer birinchi xonamiz. Siz o'zingizga qarab bu yer moslashtirib bolalar yotoqxonasi yoki spalnya sifatida ishlatishingiz ham mumkin. Hamda eng asosiysi bu yerdan birinchi sanuzol xonamiz. Bu yerda dushovoy kabina qilishingiz mumkin hamda unitaz u yoqda kafel qilingan ko'rishingiz mumkin. Uyimizdagi barcha jihozlar bir-biriga kombinatsiya qilingan, pardalari, mebellari hamda eshikdan kirish prixожий ikki tomonda ikkita garderobni mavjud. Juda ham qulay. Hamda ikkinchi garderobimiz. Mehmonxonamiz kattagina, kenggina bo'lib, ikki tomonlama derazasi ham bor. Havo aylanib turadi hamda u yoqdagida sifatli yaxshi gilamlar to'shalgan. Bu yerda ikkita qandillar hamda kattagina televizor ham qo'yilgan. Dekoratsiya ishlari olib borilgan. Bu yer sanuzol xonasi, ikkinchi sanuzolimiz tepadan pastgacha kafiltirilgan. Vanna, rakvina, unitaz barchasi mavjud. Hamda yana bitta xonamiz. Bu yerni siz bolajonlar yotoqxonasi yoki-da родительский spalnya sifatida ishlatishingiz mumkin. Uyimizda endi manzilni aytib o'taman. U yerda balkon ham mavjud. Uyimizda endi manzilni aytib o'taman. Buxoro shahar kriteriyaning atrofidagi 5 qavatli g'ishtli uyning ikkinchi qavatidan 175 kvadrat metrni tashkil qilgan holda uyimiz sotuvga chiqqan hamda ikkita sanuzol ham mavjud. Juda ham yaxshi lokatsiyasi hamda juda ham yaxshi taklif. Bunaqa uylar